Shu 200 ming so'm pulni sizga berib yuboramiz akalar. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizning do'konimizdan akalar 18-mart sanasigacha ko'rib turgan Antech brendiga tegishli 7 ot kuchli benzinli motobloklarni kelib xarid qiladigan bo'lsalaring, narxlarini eng arzon sutekin narxlarda kelishtirib hisoblab beramiz. Narxidan tashqari yo'l kiralarga, habetlarga yoki-da gazlarga 200 ming so'm bonus sifatida qo'shib beriladi akalar. Xo'p, 7 ot kuchli motobloklarning ichida eng originallaridan bormi ukam degan akalarimiz uchun e'tibor berasizlar akalar. Frezalari 4 qatorli bo'lgan hamda boshqa motobloklarga nisbatan qalin frezalar bilan jihozlangan Antech brendidan 7 ot kuchli benzinli motobloklarimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga keldi akalar. Qizil, ko'k, kimga qanaqa rangidan mavjud kerak bo'ladigan bo'lsa bor, upakovka holatda ham bor. To'liq ma'lumotini video davomida beramiz. Xo'p, ko'rib turgan motobloklaringda vozdux qismlari akalar maslinli vozduklar bilan jihozlangan. Bu degani bu vozduqiga yerdicha kirmasdan oldin avtol quyib beradigan bo'lsalaring hamda keyin yerlarni haydaydigan bo'lsalaring, sizlarga chang havo oqimini akalar mana shu vozduqda sho'p qolishni hisobiga motoriga umuman chang o'tkazib yubormaydi. Bu degani 6 oydan 1 yilgacha motoblogimizga garantiya beramiz. Motorlari 170 mana ko'rishingiz mumkin. F7 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan. Keyin yana bitta ma'lumot sizlarga aytamiz. Ko'p joyda mana reduktor qismini 550 tali, 750 tali yoki 1100 tali akalar boshqa motoblok oladigan bo'lsalaring ham 7 ot kuchli salalkali motoblok oladigan bo'lsalaring ham reduktor qismi standart bir xil holatda bo'ladi. Katta kichik 550 700 unaqa reduktor bo'lmaydi akalar. Antech, Kentaur har xil motobloklarimiz bor, texalarimizdan ham bor akalar. Reduktor qismi lekin bir xil holatda chiqadi. Lekin akalar motor tomonidan buni rol hamda buni freza tomonidan farqi bo'lishi mumkin. Ko'p motobloklarda zavod ham quvvatiga qarab bir freza chiqazib beradi. Masalan, bir xilga motobloklar 7 ot kuchli motobloklarimiz freza pichoqlari 3 qatorli bo'ladi. Ya'ni, masalan, motorda ot kuchi 3 qatorli frezaga yetyaptimi, zavod 3 qator chiqazib beradi. Bunaqa 4 qatorli frezaga yetyaptimi, zavod 4 qatorli chiqazib beradi. Bu degani Antech motoblogimizda 4 qatorli bo'lgani hisobiga sizlarga umri anchagina uzoq hamda sifatli xizmat qilib beradi. Rol tomonlama boshqa motobloglarimizga nisbatan rol tomonlari uzun qilib ishlangan. Bu degani boshqarishga juda ham akalar ixcham hamda agatlarni kirganda, ekinlar orasiga kirganda roli uzunligi juda ham ish beradi. Xo'p, roli pastga, tepaga, yonboshga legrovka bo'lib yotadi hamda tepadagi knopka qismlari ham temirli. E'tibor beringlar, ko'p motobloklarda plastmassa chiqadi. Bular temirli qilib ishlangan, skorlari ham temirli. Gazlari original gazlar bilan jihozlangan, o'chiriq qo'yadigan knopkalari gulchatorli. Rollari juda ham baquvvat qilib ishlangan. Balonda oralig'i 60-70 ga tayyor legrovka bo'lib moslangan holatda bo'ladi bu motoblogimiz. Qishloq xo'jaliklariga dori apparat, karchar apparat, sunosuslarni bemalol uстановка qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. 3 oy tortib ro'zinadi. Ukam bu motobloglarni qaysi joydan va qaysi magazindan xarid qilish kerak degan akalarimiz uchun manzilimiz Marg'ilonda. To'liq ma'lumotini to'liq videolarini pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansanglar olishingiz mumkin. Narxini 3.800.000 so'mdan 1 yildan garantiyalari bilan dastavka xizmatlari kelishilgan holatda qilib bera olamiz. Chegaralanmagan miqdorda bor, optim olib sotaman degan akalarim uchun ham optim narxlarga chiqazib bera olamiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Original 4 qatorli frezalari, ключlari bilan komplekt holatda bo'lyapti akalar.